Shu Sharaf Rashidov tumani Kuyovbosh mahallasida turaman. 4 ta o'g'lim bor. Bu ikkinchi toyim shunaqa tug'ma nuqsonlar bilan tug'ildi. 2023-yil 8-dekabrda tug'ildi. Tug'ilganda ham juda bir nuqsonlar, shu tug'ma nuqsonlar bilan tug'ildi. Barmoqlarimiz juda ham bir nozik, kichkina tug'ildi-da, yopishib. Yo, doktorlar oldiniga bu Nimjon tug'ilganida aytmadi menga. 3 kundan keyin buni qilsam qo'lpoqchasini. Shuni o'zim shokka tushib qoldim-da. Shokka tushib yana buniki yana mazasi bo'lavermagandan keyin doktor nazoratda bo'ldik-da. Shunda o'yladim, keyin doktorlarga olib bordik, ko'rsatdik, Samarqandga ko'rsatdik. Bo'ladi dedi. Katta xarajatda aytdi. Ya biz yo'q, biz qila olmaymiz, mayli o'zimizda deb birinchi ko'rsatganimizda yo'q dedi, bo'ladi dedi, bo'lish iloji yo'q buni dedi, bo'ladi dedi. Biz Toshkentga olib bormoqchi edik. Keyin aytdi, yo'q dedi, ishonch avvalo o'zlaringizga dedi doktor. Keyin shu bilan o'zimiz ishonib unga topshirdik-da, xirurgiyaga topshirdik. Qarasak, bundan 7-8 yil oldin ham shu barmoqlar bo'yicha bo'lgan ekan. Tajribasi ancha katta ekan. Bu paytda faqat juda immunitetiga yaxshi qarangsizlar dedi. Parvarish juda ham talab qildi. Shundan keyin 2025 operatsiya qilamiz dedi. 1,5 yoshdan boshlab buni operatsiyaga qilamiz. Shunga tayyorlaymiz dedi. Jizzaxda o'zimizda birinchi operatsiyasi bolalar больницасida bo'ldi. Tuxumdan bitta yetishmasligi o'shani oldirib tashladik. Keyin oradan 1 oy, yarim oy o'tib turib, xususiy Ziyonnurda, xususiyda barmoqchamizni bittasini ochdik. 5 soat bo'ldi operatsiyamiz, 5 soat davom etdi. Yaxshi chiqdi operatsiyadan. Qo'rqdik to'g'risi. Endi ne bo'lib qolsa, naqadar bo'lib qoladi bolaning qo'li deb. Shu har kuni pirvoskalarga qatnadik, sizlar yordam qildi. Oradan keyin yana 6 oy o'tib ikkinchi barmoqchamiz, 3-chi operatsiyamiz bo'ldi. Unimiz 4,5 soat bo'ldi operatsiyasi. Yaxshi o'tdi. Juda xursand bo'lganda qanday yig'laverib, duo qildim, "Yo'q, opajon, deb nega qilib qoldim, qilmang" dedi. Ular ham yaxshi chiqdi. Tez bu hal bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Tezlikda operatsiya qildik-da endi. Mana hozir ham yosh katta yiqib ketmayin, qilayiq deyapti-da bunisini ham. Olib keling sizlar deyapti. Lekin dadamiz hali bu endi hozir 3 ta narkoz universitetda bu asabiy bo'lib qoladi narkoz bilan dedi. Doktor menga ishonavering, yosh bola tez o'tib ketadi, qilayiq. Immunitetini ko'taring, shundan keyin olib keling. Bir marta xarajat qilmadik. Davlat tomonidan sug'urta bilan qilib berdi. Rahmat, shuncha davlatimiz shu qarorlar chiqqan ekan. Yengillik bo'ldi, ancha yordam bo'ldi bizga. Yana 2 ta operatsiyasi bor hali. Endi yana shuni operatsiya qilib ochamiz-da bu barmog'ini. Xudo xohlasa o'ng qo'liga qoldi. Oilaviy shifokorga murojaat qilib, yo'llanma olib, 1 oy qoldi. 1 oydan keyin operatsiya qilamiz. Yaxshi, immunitetga tayyorlayapmiz. Yaxshi, nega shunchalik farzandimni tug'ilganini beri doktor olib yurib, nega qilibgandan shu doktor menga katta motivatsiya berdi, dadamizga ham olib ko'rib motivatsiya berdi. Biz Bahodirga murojaat qildik. "Yo'q, opajon, men sharoitim shunday" dedim. "Yo'q, opa, bexijolat qilavering" dedi. Hammasi o'zidan. Men bir xarajat qilmadim. Shuncha bo'lib qoldi shular yordami bilan. Endi pichiniga qilib yig'ladi. Endi yig'lab nega bo'lganda endi barcha siqilasiz. O'ynaganda hamma aniga qilib bitib, uniga qilib harakat qilganda narsa ushlanmadi.
keyin aniga qilib barmoqchalarga qarab qolib bolajonlar bilan o'ynab ko'chaga olib chiqqanimda hamma shu savolni berib o'rganda o'zi ham bir hayron bo'lib qolib bunday harakat qila ochilmadi g'alati bo'lib qolaverdi nimaga bunaqa tug'ilgan nima bo'lgan bilmadik endi o'zi shunaqa bo'lgisi kelgan bo'lsa kerakda deb qo'yardi savollardan to'g'risi ko'nglim og'ridi qo'llarni harakat qilinmayotganda dilim og'ridi o'zimiz ezildik siqildik uni o'zi ham bir narsalar ushlay olmagan palla ezildi hayron bo'lib qolardi barmoqlariga qarab bolalar ushlaganda hayron bo'lib qoldi yo'q hali kichkina edi-da bu endi gapirib ne qilib boshlayapti o'zi qarab qo'yadi barmoqchalarga bunday qilib nima bu deydi nega deb qo'yadi bunisi qaraydi bunisi qaraydi nega deb bunday qilib ko'radi harakat qildirib ko'radi doktorga Bahodirga boramizmi desak yo'q deydi doktordan qo'rqib qoldi bechora tug'ilgan o'rganib orada to'xtab dam olgandan keyin uni ko'rgandan keyin yig'layapti-da bo'lmasam 1-2 kun yotamiz 3 kun yotamiz 4-5 kun qaraydi o'sha paytlar o'rganib qoladi ancha xursand bo'lib bola o'rganib qoladi keyin orada hafta 10 kunga cho'ziladi перевозка yaxshi bo'lavergandan keyin mana qo'l yaxshi bo'lavergandan keyin shunda borsak yig'lab har xil qilib qo'yadi yo'q xo'jayinim ham men ham uchinchida ishlamayman kraska zavodi ochildi xitoyman qo'shma korxonada shunda 90% kuygan edi o'sha bilan ancha ishga yaroqsiz bo'lib qolgan o'zim oddiy shu ishlayveraman dala ishda ishlayman bolalarga shu огородка dehqonchilik qilamiz shu o'zlari ham mana yerda dalaga ishlarga chiqib keladi prezidentimizga kattakon rahmat shu narsani chiqarganiga bizga o'xshagan oilalarga juda katta yordam bo'ldi bu sug'urta degan narsa doktorlarga kattakon rahmat mo'jiza qilib berdi yaxshi qildi barmoqlarini davlat tibbiy sug'urtasiga avvalambor kattakon rahmat biz bo'lmasam hech bir chora qilolmasdikda sharoitimiz kelishmasdi bu ahvolda qayerga borishimizni ham bilmasdik avvalo shularga kattakon rahmat